O'zbekistonda bodring urug'i narxini 3 barobargacha pasayishiga ta'sir ko'rsatuvchi loyiha yo'lga qo'yildi. Gap shundaki, Asaka Agrostar va Andijon ilmiy tajriba stansiyasi hamkorlikda yangi bodring navining urug'chiligi yo'lga qo'yildi. Mutaxassislar fikricha, Sardor F1 Duragai mahalliy seleksiya mahsuli bo'lgani sababli 3 baravar arzon bo'lishi kutilmoqda. Ushbu nav issiqxonalarda yetishtirish uchun istiqbolli hisoblanadi va O'zbekistonning tuproq iqlim sharoitiga moslashgan. Juda ham urf bo'layotgan xalqimiz orasida orzu Duragai bor. Xorijdan kelib keladi Gollandiyani urug'i. Bu bilan bemalol raqobat qila oladi. 12-15 sm bo'lishi kerak bodringning uzunligi, karsillagan bo'lishi kerak. 2 kun, 3 kun uzgandan keyin o'zining tavallik sifatini yo'qotmasligi kerak. Xuddi shu talablarga bizning Sardor F1 Duragayimiz juda ham yaxshi javob beradi. Hamda bunda kukurbitasin degan modda bo'ladi. Bodring achchiq bo'lib qoladigan, ta'm beradigan, u ko'proq suvsizlikdan kelib chiqadi. Bu suvsizlikka ham chidamli bo'lganligi uchun kukurbitasin moddasi ham juda ham kam, ya'ni achchiq bo'lmaydi. Sardor F1 sho'rlanish va namlikka nisbatan chidamli. Unshudring kasalligiga bardoshliligi yuqori. Hosildorligi esa har bir kvadrat metr maydondan 11-14 kilogramgacha yetadi.